sun'iy intellektni ham boshqarish bu ham kasb. Chunki u haddan oshib ketishi mumkin. Xo'jayinga hujum qilishi mumkin. Endi yaxshilik qilaman deb. Keyin uni xavfsizlik tomoni qanaqa qilib fikrlaydi odamlar bilmaydi-ku. Sun'iy intellekt deganda odam o'zini intellektini hali o'rgangani yo'q. Hali 1% ham miyani o'rgangani yo'q. To'g'ri. Shuning uchun sun'iy intellektni ham bilmaydi, qanaqa neyronka bilan qanaqa tushlar ko'radi, ko'rmaydi. Mana shu psixologiya bilan haligi sun'iy intellektni xavflarini, bezopaslik, ya'ni bu yerda muhofaza insonlarda, kompaniyalarda, bolalarda sun'iy intellektdan muhofaza qilish degan kasblar eng hozir Amerikada qimmat. Ular sun'iy intellekt qanaqa qilib nimaga shu xulosaga keldi? Nimaga aldab qo'yyapti boshqa paytlari? Nega andisha qilyapti? Nega jahl chiqazyapti? Nega paxta qo'yyapti? Nega paxta qo'yyapti?